odamlarni qo'rqitib, ish pul ishlash mumkin. Bugun biz shuni o'rganib chiqamiz. Do'stlar, Dalir aka, Toshkent Kvest asoschilari. Aka, assalomu alaykum. Hammaga salom. Kvestdan oldin nima ish qilgansiz? Biz o'zi tak bizneslarni olib borib yuramiz. Har xil kompyuterxona, mana shunaqa razvлекательный biznesda. Endi Kvest bu to'g'risi aytganda katta bizneslardan birinchisi bo'lgan. Mana bunaqa noodatiy bizneslarni aytadigan bo'lsak, Kvest rumga o'zi borib yurardi. Shu o'zbek auditoriyaga Kvest ochish maqsad bo'lgan. Mana shu Kvest Toshkentda ochganmiz. Kvest ochishdan maqsad nimaga imенно Kvest tanlagansiz, boshqa biznes emas? Chunki o'zimiz borib yurganmiz, mana shu atmosferasi ichidan qanaqa bo'lishi qiziq bo'lganda bizga odamlarning emotsiyasi, mana shu Kvest o'yinini bir marta kuzatsangiz, emotsiyalari boshqacha bo'ladi. Mana shu o'zi Kvest ochmoqchi bo'lganlar uchun qanaqa lokatsiya to'g'ri keladi ko'pincha? Lokatsiya ko'proq qo'rqinchliroq, shahardan sal uzoqroq, chekkaroq joylar bo'lishi kerak. Shahar o'rta joylari, svet ko'p joy Kvestga to'g'ri kelmaydi. Chunki o'sha kirayotgan atmosferada mana shu ahamiyat bergan bo'lsangiz, qo'rqinchli, mana zabroshka sifat bo'lishi kerak, podvolda bo'lishi kerak. Mana shunaqa atmosferada Kvest bo'ladigan bo'lsa, odamlarga o'sha kiraverishdan qo'rqinchli bo'ladi. Biz hozir shahar markazida. Adresimiz qaysi? Hozir Bobur ko'chasi 73 aeroportga yetmasa, lekin bu prom zona. Buni shahardan shundoq o'tayotganingizni ko'ra olmaysiz. Ichkariga kirish kerak. Bu yerda zabroshni joylari ko'p mana shunaqa. Mana shunaqa joy ko'p. Mana shunaqa joylari ko'p. Kvestda kvadraturasi qancha bo'lishi kerak primерно? Eng kami shu 200 kvadrat bo'lishi kerak. Undan kam ko'tarmaydi. Nechta xonaga bo'linadi? Unga ssenaristga qarab, mana bunda bo'lib 5 ta xona, 6 ta xona qancha ko'p bo'lsa, kichkinaroq, kattaroq bo'lsa, har bir xona shuning uchun qizilroq bo'ladi odamlarga ham. Kvest nimadan o'zi boshlanadi asosan? Imенно nima maqsadi? Mana o'yinnimi yo? Masalan, mana Kvest bron qilishdi sizga. Ana shu Kvestga kelgandan keyin qaysi sharoitda o'zi Kvest boshlagan odam his qilish kerak? Qani, mana birinchi bizdan bron qilinadi. Chunki просто kelib bo'lmaydi Kvest. O'yinlar bo'ladi, уже Kvest saylanish kerak, где-то 1 soat oldin. Mana bron qilasiz, kelganingizda mana bundan уже sizni telefonni kutib olishadi, уже qo'rqinchlarni qila boshlanadi. Keyin bu yerga aktyor chiqadi, aktyor kutib oladi, расчет bo'ladi, to есть pulini, rejimini kelishadi. Kvestga kelganingizda har xil rejimlar bor. Ko'pchilik o'ylaydi, to есть Kvestga kelganingizda urishadi, yiqitishadi, uni rejimini o'zingizlar tanlaysizlar. Beskontaktli rejim bor, kontaktli rejim bor, qo'lasizlar, mana hard rejimlari bor, уже qo'rqmaydiganlar uchun. Shu rejimga qarab aktyor ham, narxi ham o'zgaradi. Bo'lmasa hozir kirib ko'rsatib berasiz qanaqa bo'lishini. Bo'ldi, ko'rsataman. Kvadrat joyi nech bo'lgan mana shunaqa joyda arenda narxi? Arenda bizga arzonroq tushgan, sir emas, bu narsa $400, $450 atrofida bizani Kvestimiz. 200 kvadrat joy uchun. Yo'q, bizda 320 kvadrat, etaji ikkinchi etaji bor. Kichkinacha ikkinchi etaji borda. Aha. Pastga tushib bo'lsa Kvest ko'rsatay. Senda? Ketib. Dalir, Kvestga keladigan odamlar qanaqa muhitga tushadi birinchi kirayotganimizni ko'rayotgan bo'lsangiz, atmosfera real qo'rqinchli, zabroshka sifat уже движениялар bor. Mana bitta kirayotganingiz, mana aktyorlar mana shunaqa ko'rayotganingizda mana shunaqa aktyorskiy o'yin ham bo'lishi kerak. Chunki Kvest bu nafaqat mana chiqib urish, odamni qo'rqitib birisi ko'mita strah emas. Bu Kvest room, shuning uchun bizda отдельный ssenarist ham ishlaydi. Aktyorlarga mana shunaqa aktyorskiy qo'yib beradi. И полный mana резкий выходlar ssenariy tuziladi. Shuning uchun Kvest room bu ko'mita strahi bilan adashish kerak emas. Mana bu aktyorlarga keladigan odamlarga nisbatan qanaqa harakatlar mumkin? Qanday uringlar bor bu yerda? Urish. Uning uchun spetsial qog'oz beriladi. Mabodo o'yinchilar, mana o'yinchilar tarafdan boshlaydigan bo'lsa, nimadir yo'qotib qo'ysa, olsa, Kvest javob bermaydi. Shuning uchun spetsial pravilasi bor. Yorug'li tarafga yurish kerak, qorong'i bo'lsa yurish mumkin emas. Aktyorlarga qarshilik umuman ko'rsatish mumkin emas. Uning uchun shtraf bo'ladi. Ko'pchiliklardan savol bo'ladi. Aktyor urib qo'ysam nima bo'ladi yoki ham yiqitib qo'ysam. Bilmasdan bo'lib qolsa, riski, refleksli bo'lib qolsa, bu narsa uchun hech narsa bo'lmaydi. Birinchi marta anaqa beriladi, предупреждение beriladi. Undan ko'p bo'lib ketadigan bo'lsa, уже shtraf qo'yiladi. Mana bo'ladi. Aktyorlar tarafdan keladigan odamlarga qanaqa qattiq harakat mumkin? Aktyorlar tarafidan 3 ta rejim bo'ladi, light, hard и medium bo'ladi. Light bu umuman tegilmaydi. В общем, beskontaktli qizlar uchun bizda shunaqa rejim bo'ladi. Keyin medium rejim bor. Medium rejimda aylantirish mumkin, qo'ldan tortib qo'yadi, chiqadi, teyish mumkin. Уже hard rejim tanlaydigan bo'lsa, o'tda bo'lmay tochkalarga uriladi, yiqitadi, aylantiradi.
mana qattiq rejim yerdan sudrashi mumkin. Nechta aktyor bor bu yerda hozir? Uni aytib bo'lmaydi sir, lekin 3 tadan ko'p aktyor chiqadi bizda. 3 tadan ko'p aktyor chiqadi. Ularga nech puldan to'lanadi? Har bitta o'yinga aktyorlar 50 mingdan oladi. 50 mingdan oladi. Kuniga 4 ta 5 ta o'yin bo'lib qolishi mumkin. Sredniy. Aktyorlardan tashqari yana qanaqadir mexanический odamlar ham ishlashadimi? Yo'q, bunaqa narsa mexanический, logistika zadaniya uchun anaqalari bor. Masalan, tortib qo'ysangiz, eshik ochiladi, kal tushadi, mana bunaqa joylari bor. Uni odamlar o'zi kelganda ko'rishi mumkin. Yo'q, men kameradan kuzatib turadigan upravляющий bor. U anaqa bor. U operator bo'ladi. O'yinni bo'lni golosni anaqa beradi. O'yinni o'tkazadi, o'zbek tilida, rus tilida qilib beradi u narsani. U polni svet bilan ishlaydi. U operator bo'ladi. U nech pul oladi? U ham xuddi shu 50 ming oladi. 50 ming har bitta o'yindan oladigan. Xuddi shunaqa. Questni ko'ramiz. Bo'ldi. Marhamat. Marhamat, bu questni boshlang'ich bo'ladi. Hold desa ham bo'ladi. Mana shundan hamma o'yin boshlanadi. Bu yerda qog'oz berilib, podpislar qo'yiladi, mana bu yerda mishoklar kiyiziladi. Hamma o'yin mana отправной точкasi mana shundan bo'ladi. Birinchi emotsiya shu yerdan olinadi. Da, уже shu yerdan qo'rqitishlar, ssenariy, mana bu predistoriyasi hamma mana shundan boshlanadi. Уже ko'pchiliklar mana shundan chiqib ketadi, chunki aytib beriladi, nima mumkin, nima mumkin emas, nimalarni kutadi. Mana shundan ko'pchilik men kirmayman deyshadi. Mana shu divanda o'tirib уже kirmayman deyshadi. Hozirgi paytda nechta ssenariy ishlaydi bu yerda? Hozirgi paytda 4 ta ssenariy bor. Bu главный bizning bestsellerimizda Texasская резная бензопила bor, keyin Кожаное лицо продолжение bor. Bu Texasская резная ikkinchi qismi, keyin yangilari chiqqan bu Krik. Mana bu mashhur kinodan olingan. Takже bizda yangi ssenariy bor, Chuma degan ssenariy. Ssenariy har qancha vaqtda almashgani odamlarga qiziqroq bo'ladi. Qarang, har patolog 1 yilda alishish kerak. Texasская reznamizga уже 1 yil bo'ldi. No, baribir ham o'zini постоянный klientlari bor. Atak уже ikkinchi planga o'tgan bu ssenariy. Birinchi planda hozir bu mana shu Krik ssenariysi. Krik ssenariysi. Mana shu holatga olib kelguncha qanaqa remont ishlari bajarilgan bu yerda? Bu yerda желательно har 4 oy, har 5 oy rekonstruksiya qilish kerak. Chunki ne то что odamlarga qiziqroq bo'lishi uchun, chunki bizlarda ko'p narsa. Biz katta количествоga ishlaymiz. Biz 10 kishi, 15 kishi ham kelsa kirgizamiz. Boshqa questda 8 kishi patolog, chunki nimaga bu o'zi masalan ko'proq pul ishlasangiz bo'ladi, lekin 8 kishidan ko'proq kirsa uchun quest buzilish boshlaydi. Xavf bo'lib ketadi, devorlar buziladi, narsalar tushib ketadi, 10 kishi уже yugurib yuradi. Shuning uchun biz har 4-5 oy rekonstruksiya qilib turamiz. Eng qimmatga tushgan ssenariy qaysi? Imенно mana rekvizitlar bo'yicha. Bu Texasская резная бензопила, chunki bu yerda 2-3 ta benzopila ishlatiladi. Benzopila shunaqa расходный material har 1 oylarda, 2 oylarda kuyib qoladi. Nech pul расход bo'lgan shu? Именно ssenariyga mana quest lokatsiyasiga tegmaydigan bo'lsa, deb $3000 ketgan ssenariyning o'ziga. Shuni ichidagi barcha rekvizit, aktorskiy ssenariyga berilgan pullar. O'zi lokatsiya mana turibdi, siz ssenariy yozmoqchisiz. Shuning uchun har xil dekoratsiya, kostyumlar, benzopilalar olinadi, muzikada yoziladi. Mana shu narsa uchun $3000 ketgan faqat Texasga rezna. Dekoratsiyani qayerdan topiladi? Yangi olinadimi yoki yo'q, uni yangi olish qiyin. Xitoydan zakaz qilsa bo'ladi bir ikkita narsalarni. Dalil bu yerga kimlarni kelishi ko'proq, kimlarga maslahat bergan bo'lardingiz? Kimlar ko'proq keladi? Qaysi soha odamlari? Bunaqa narsa yo'q, lekin ko'proq masalan foiz keladigan sportsmenlar bor. Chunki sportsmenlar stressda bo'ladi, o'zi bilasiz, постоянно sborlar bo'ladi, har xil narsalar. Sportsmenlar juda ham ko'p bo'lib keladi. Aytishadi, to что ringda даже chiqqanda bunaqa emotsiya his etmaydi. То есть mana shunaqa sportsmenlar juda ham ko'p keladi. Главный sport etadigan bo'lsa, aktyorlarimizda ham главный kriteriy bu sportga qatnashish kerak. Biz bu trenirovkalar ham o'tkazamiz. Чтобы o'ziga badani anaqa sportivniy bo'lish kerak. Chunki bu har xil vaziyatda bo'lishi mumkin ishlarda. Ishlarda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Shunaqa. Hop, mana shunaqa quest ochish uchun kerakli bo'ladigan dokumentlar nima talab qilinadi? Bu yerda mana shu anaqaga firmaga IP ochib qo'yasiz. Bu главныйsi, то что bu hammasi legalniy. Keyin qolganlari antisanitariya degan narsalar sizga bu yerda kerak emas. Просто mana bu pojarniy hammasi tekshirib oladi. Provodkalar cho'tki bo'lishi kerak. И главныйsi mashalada nechta kamera qo'yilgan? Bu yerda 18 tacha kamera qo'yilgan o'zi. Xo'p, tasavvur qilaylik, o'yin boshlandi. O'yin bo'lyapti. Kimdir juda ham qo'rqdi. Qanday qilib o'yinni to'xtatish mumkin? Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Даже bu narsani endi nima qilamiz? O'yin tugaydi, imенно shu odamni chiqazamiz. Shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, shundan ketib qolsa, lekin X degan narsa bor. O'yinga kirganda aytiladi, qo'rqib ketsangiz, o'yin bo'ldi, продолжать qilmaymiz desangiz, X ko'rsatishingiz, X ko'rsatilsa, hamma komanda uchun o'yin tugaydi. Lekin bir kishi shundan ketib qolsa yoki mashina siyib qo'yadigan nimadir bo'ladigan bo'lsa, uni olib chiqib qo'yamiz. Bo'ldi, o'yindan продолжение bo'ladi. Dalil, bu quest boshlanishiga nech pul bilan boshlangan? $10,000, $8,000 biz mana shu atrofda boshlaganmiz. Bu questga yetadigan pul просто sizlarning возможностьlar sal qisqa bo'ladi. Chunki ko'pchilik narsalarni qila olmaysiz. Mana bu ssenariy ichidagi performansda
Желательно masalan questni boshlayman desanglar, normalniy summa bu где-то 15 ming, 18 ming dollar bilan zo'r quest qilsa bo'ladi. Idealniy bilan. Birinchi biznesni questdan boshlashi mumkinmi? Da, boshlasa bo'ladi. Juda ham zo'r anaqa. Bu faqat aytganimdek, bu quest qurish, pul topish katta pul emas, topsa bo'ladi. Eng jostki narsasi bu ssenariy. Ssenariy bo'lishi kerak. Chunki ssenariy bo'lmasa bu oddiy kommunta straxa bo'lib qoladi, lekin 15 ming dollar tutgan Вот bo'ladi. именно. Kommunta straxa bilan quest nima farqi bor? Kommunta straxaga mana masalan parklarda turadigan narsa bu katta muammo. Ko'pchilik buni kommunta straxa bilan adashtirishadi. Mana Magic City'larda bor, boshqa joylarda bor, ahvollarda. Kommunta straxaga kirasiz. Может katta lokatsiya, может kichkina lokatsiya, просто aylanib chiqasiz. Aktyorlar просто o'zi shu wow deb chiqib keladi, bo'ldi. Shundan aylanib chiqasiz, bo'ldi. Hech qanaqa qiziq joyi yo'q bu yerda. Bu hamma o'zi o'rganib ketgan narsa. Quest oladigan bo'lsa, bu yerga kirganingizda o'zi boshlanadi atmosfera. Men bilan sizga aytganimdek ko'chadan boshlanadi, telefonda biron qilganingizda buni ssenariy qo'yiladi, pogrujeniya bo'ladi. Men masalan yoqqan kinongizga tushgandek bo'lasiz. Men aktyor sifatida kirasiz o'tga. Bu yerda aktyorlar ko'rganingizdek bo'ldi, aktyor o'yinni ko'rsatib beradi, o'zini mahoratlari bor, ssenarist ishlaydi bu yerda. Vaqtida svet yoqiladi, vaqtida o'chiriladi. Одиночный задание bor. Mana masalan aytaylik, siz komanda bilan boshqa xonadasiz, kimdir orqaga qaytish kerak, butun lokatsiyani orqaga, mana shunaqa joylari bo'ladi bu yerda. Kommunta straxa patolog 15 minut bo'lishi mumkin. Bizning questimizni eng kami 40-50 minut, eng kami atak 1,5 soat atrofida bo'ladi. Aktyorlar tanlashda nimaga ko'proq qanaqa kasting yo nimalarga e'tibor beriladi? Uyalchi bo'lish kerak emas, polni раскрепощенный bo'lish kerak, govdaga qaraladi, sportivniy bo'lish kerak. Chunki sportivniy bo'lmasa, bu narsa bo'lmaydi. Mo'j govdasi kichkinaroq, но sportivniy shustroq bola bo'lish kerak. Chunki har xil vaziyatlar bo'ladi ichkarida, baribir. Ko'tarish kerak, aylantirish, urib qo'yish mumkin. Odamlar nima uchun questga kelish kerak? Bu yerda nima olib ketishadi o'zi bilan? Emotsiya. Bu ko'pchilik nima bo'ldi olamiz, oddiy joy deydi. Masalan, hayotdan уже zerikib qanaqadir men bu tez boshqa narsalarga zerikib turibdi-yu, masalan, borasiz bilyardlarga, mashqqa kelsangiz, real boshqa chemot. Chunki o'zimiz ham shu narsadan boshlaganmiz, keyin to'g'risini aytganda haftada 3-4 marta boradigan bo'lganmiz. Keyin oxirida mana shu quest ochadigan bo'ldik. Bu yerda keladigan emotsiya oladi. Основной поток qaysi odamlar, qanaqa odamlar ko'proq keladi bu yerda? Xuddi mana shu narsa yo'q lekin. Yosh bolalar ham keladi, sredniy mabnaqa kontingentdan keladi, yosh kattalar ham keladi. Uchinchi joylarga o'ylashadi, yosh kattalar kelmaydi, 40 dan oshganlar ham keladi bu. Чтобы emotsiya, chunki buni emotsiyasi real boshqacha. Uni kirib ko'rgan odam biladi. Именно quest emotsiyasi qanaqa bo'lishini. Faqat questga kirgan odam biladi bu narsani. Chunki bu kommunta straxa emas aytganimdek. Boshqa joyda men bilmayman hatto bunaqa emotsiyani olsa bo'ladi. Sizlarning quest ila boshqa questdan nimasi bilan ko'proq farq qiladi? Bizaniki в первую очередь bu narxlar. Chunki boshqa joyda hozir hamma именно quest bilan oladigan, качественный quest olinglar. Men bu aytganimdek boshqalar quest ochishadi, lekin kommunta straxaga o'xshab ketadi. Bizda именно quest boshqa joylarda 250 ming, 200 ming so'm kishi boshiga, kamida 180 ming bo'ladi. Bizning questimizni oladigan bo'lsak, polni zo'r kачествоda, bizda 50% skidkalar bor. 10.0 gacha kelsangiz, получается bizda 600 ming so'm bo'ladi. Shunda kishi boshiga 60 mingdan tushyapti. Bunaqa narxlar hech qayerda yo'q. Bu yerda qanaqa tillarda ko'proq quest bo'ladi? Bu hamda fishkamizda o'zbek tilida idealni qilib beramiz. Boshqa joylarda aslan rus tilida o'zbek tilida qilib beradigan questlarni ham bilaman. Bizda o'zbek tilida idealni qilib berishadi, rus tilida ham, ingliz tilida ham qilib beradi. O'zbek tilida quest bor. Bu yerda sizda bitta bo'lsa kerak Toshkentda, to'g'rimi? Yo'q, bir ikkitasi bor, lekin bunaqa bizda qilib bera olmaydi. Chunki rus o'zbek tilida o'zi yaxshi bilmaydigan odamlar qilib berishadi, lekin bizda idealni qilib beradi. Chunki aytganimdek, mana shu ssenarist odam o'zi qilib beradi. O'zbek tilida quest deganingizga qaraganda blogerni olib kelish kerak deb yurdi. O'zbekcha gapirayim deb chiqqan bloger kim edi? Chiqardi-yu, biroq aktiv o'zmi? O'zbekcha gapirdi. O'sha sizda joyiz ekan, keling. Da o'zbek tilida ham, ingliz tilida ham, любой tilda qilib beramiz. Bunisidan muammo yo'q. Необъяснимые эмоции ваши. Biron bir qo'rqib o'zidan hushidan ketib qolgan odamlar ham bo'lganmi bu yerda? Bo'lgan. Eng qo'rqitganingiz qanday bo'lgan? Eng qiziq voqea. Eng qiziq voqea. Ular qarashga ketidan yugurayotganda, bular polni koridor bo'yicha orqadan yugurayotganda, ketidan yugurayotgan bo'laman. Mana do'stlar, quest biznes haqida ham ma'lumotga ega bo'ldik. Hech pul bilan ochilishi qancha vaqtda foyda keltirishini. Bundan keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Like, comment, soответственно, sizdan поддержка. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr.